Endi pravasi bo'lmagan yoki pravasi rishon bo'lgan haydovchilar aynan kameralar orqali aniqlanadi va ularga nisbatan jazo qo'llaniladi. Bu juda ham jiddiy va nafaqat haydovchilarni, balki avtotransport vositasini egalarini ham hushyor tortqizdiradigan yangilik bo'ldi. Keling, men sizlarga bu tizim qanday ishlashini sodda va qisqa yo'li bilan tushuntirib beraman. Endi o'rnatilgan kameralar nafaqat tezlikni, balki uni boshqarayotgan shaxs va davlat raqamini skaner qiladi va markazga yuboradi. Markaz esa o'z o'rnida bu shaxslarni solishtirish yo'li bilan avtomobil tegishliligini, ishonchnomasi borligini tekshiradi va agar huquqbuzarlik mavjud bo'ladigan bo'lsa qizil chiroqni beradi. Ana endi eng xavfli joyi. Agar avtomobilni haydash huquqidan mahrum bo'lgan shaxs boshqarayotgan bo'lsa, birinchi martaga BHMni, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravarigacha, ikkinchi martasiga 50 baravaridan 100 baravarigacha yoki ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin. Bitta narsani bilib olinglar, insonlar bekordan bekor haydovchilik huquqidan mahrum bo'lmaydi. Bu yangi tahrirdagi qonunlar esa aynan mana shu munosabatlarni va kelib chiqadigan oqibatlarni oldini olish uchun mo'ljallangan. Qonunlarni yangi tahrirda tatbiq etilishi esa aynan shu turdagi qoidabuzarliklarga nisbatan jiddiy e'tibor qaratilayotganini belgisidir. Videoni saqlab qo'ying, like bosing va meni sahifamga obuna bo'ling. Va shu qatorda bu videoni tanish haydovchilarimizga yuborib qo'ying.